O'tgan yili 30 tadan 3 partiya baqqanman. Mana jiyanlarimiz biladi. 3 partiyasida men yeb ichganni hammani chiqarib nima qilaman? 95 million o'tgan yilga daromad qilganman. 2020. Bu qo'ylar 3,5 ming kuniga bir kunlik rasxoti har bitta qo'yga 3,5 mingdan edi. Bitta qo'y bir kuniga 3,5 ming. Men 3,5 mingga boqaman. Ba'zi birlar 7 ming, 8 ming, 10 minggacha boqadi. Sababi ular hamma narsani qimmat olib qo'ygan. Bitta boshqamiz. Buni arzonlik paytda olish kerak. Haligi qo'yda qiladigan odam. Hozir biz 14 mingdan 16 minggacha olganmiz bitta pressda. Bitta pressda. Ha, bu 1,5-2 oyda 25 ming, 30 ming bo'lib qoladi. Ha, o yering olib tursangiz, salkam 1,5-2 oyda 35 ming, 40 ming bo'ladi. O'sha o'zida bitta dekon olib kirib sotadi. Qo'y purushlardan o'tib dekonga yetib kelguncha 300 ming, 400 ming, 500 minggacha farq. Unda foyda qilmaydi qo'y. Ha, olib kirib semirtirib sotsa ham 300 ming, 400 ming, 500 ming farq beryapti. Unda foyda qilmaydi qo'y. To'g'ri. Hamma qo'yda o'sha yerda olishni bilish kerak. Keyin shoshmay sotish kerak. Bozorda ko'rish kerak. Ko'chada sotib olmaslik kerak. Ha, bozorda ichiga kirish kerak demak. Bozorga kirib, bozorda ichini ko'rish kerak. 1 soat, 2 soat turish kerak. Yo'qsa qo'yga yaxshi ahli yetadigan bo'lsa, bozorga aylanib chiqib turish kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Sardar bloger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun foydali video, kontent va bu qo'ylar masalan oladigan insonlar bo'lsa, sotiladi ham. Masalan, davomiy yem yeb turgan joyidan davomiy yemlab ketaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, sotiladi ham. Hop, nomerlarni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Akalar, ishonish qiyin bo'lgan. Hop, haqiqat, lekin haqiqat aytadi-yu, haqiqat achchiq bo'ladi deydi. Qo'y boqishda hamma eng oson va qulay usullarini topdik. Eslasangiz, biz birinchi videolarimizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan boshlagandik. Hozir biz yana o'sha Tepaqo'rg'ondamiz. Inshaalloh qo'yda qanday qilib semirtirish mumkin, qanday qilib masalan qo'ydan qanday usullar orqali ko'proq foyda olish mumkin. Masalan, bir yilda haqiqatdan 100 million so'm daromad qilgan bir tog'amiz bor ekanlar. Inshaalloh o'zlarini ham ko'rsatamiz. Hop, 100 million daromad qilgan ekanlar. O'shalar haqida bor ma'lumotni shaxsan tog'amizni o'zlaridan bilib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa, akalar, iltimos qilamiz, layklarni bosib, shunday qo'chqor ishqibozlariga, qo'y boqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, ya'ni musofirda yurgan aka-ukalarimiz qo'y boqishda xudo xolasa o'sha pullarni ezgu niyat avvalo, niyat orqali to'plab yurishibdi. Shularni qo'y olaman, ishonch joyidan qo'y boqishda, masalan, hozirgi kunda ko'pchilik qo'y oldi. Shu qo'ylarda boqish sir-asrorlarini o'rgating deganlar uchun inshaalloh foydali kontent. Layklarni bosib akalar, iltimos kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yasizlar. Videolarimiz yoqsa, videoni oxirigacha kuzating. Yoqsa, inshaalloh layklarni bosib obuna bo'lib qo'yasiz. Yoqsa, ketdik, biz videolarimizni boshladik. Hop, yo'qsa akalar, biz videolarimizni bismillohdan boshladik. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Abdurahimjon tog'a, tuzimsiz? Ahvollar yaxshimi? Tuzimsiz? Charchamay. Inshaalloh. Hop, davringizni eshitib mana siz bilan yuz ko'rishim nasib bo'ldi. Bir hafta, rasa 5 kundan beri nasib bo'lsa haligi bo'lib. Hamma narsa vaqt soatida bitadi. Tog'a, masalan, endi hali hammaga qiziqda, shunday yemlab masalan oyiga daromad qilish ko'pchilik aytayapti, masalan kommentariyalarga ham yozib ketishyapti-da. Qo'ydan yilda mana shunaqa masalan sizga o'xshagan insonlar masalan foyda qilib chiqarishyapti-ya. Bu ko'pchilik ishongisi ham kelmaydi. Shuning uchun batafsil ma'lumotni o'zingiz shunday bersangiz, qanday usullarda boqqan ma'qul, keyin qanaqa payt olib boqqan ma'qul. Ayni haqiqat aytiladi-da. Ha, bor haqiqat endi bo'lgan. Haqiqat mana Makka bilan bug'doyni haligi sinig'i eskiroq bug'doylardan arzonroq beradi-yu, yeyishga yaroqsiz. Ha, yeyishga yaroqsiz. Shunaqa bug'doylardan arzonroq olib kelganmiz. Masalan, Makkani uruqqa yaroqsiz, ya. Zaholangani bo'lishi mumkin yoki. Arzon, nima yemi bo'lsa ham arzon, ha? Arzon yem-da, bularda arzonroq olingan, Makkani ham, bundaqani ham. Shuni endi qaynatib qo'yganmiz, bug'doy ikkovini bitta qilib. Makka bilan bug'doyni ikkovini qo'shib qaynatilgan. Endi mana bu yemimiz. Mana shu yem. Mana bu yem, buni ichida biz haligi qozoq kepak deymiz, kepak bor-ku. O'shandan bir qop olinadi, 2 qopni unga mana simichkalarni qo'shib chaqiladi, ba'zi biri
Mana yerda drabilka qiladigan Doniyorbek ukamiz bor, tanisangiz kerak. Yem Vulqon. sotadigan Ha, Vulqon. Vulqon jamoasi. Vulqon jamoasi. O'shalar mana har xil yemlarda mana bizga tayyorlab beradi o'zlari. O'zlari. Misoldan ular ham moshni sinig'i shunaqalarni misoldan 2 kop o'sha qozoq nimaga haligi donlik kepadan qo'shib turib hammasidan un qilib bunga qo'shgan. Mosh bor buni ichida, un qilingan, ezilgan. Keyin lo'ya bor, hali yaroqsiz lo'yalar boradi, siniq, arzon. O'shalardan qo'shib, har bir qopga 15 kilo, 20 kilodan qo'shib tayyorlab bergan. Mandaqa yong'oqlar mana butunicha ham o'tib ketibdi. Mandaqa yong'oqlar bularni ham un qilib qo'shgan mashina. Hozir butuni chiqib qoldi. Isbot dalil sifatida. Sifatida. Mana mashina ichida mag'izi bo'ladi. Inshaalloh o'sha Vulqon jamoat drabilkani ham nimasini videosini chiqarish niyat qilganmiz. Yaqinda chiqaramiz. Reklamada bor. Doniyorbek yaxshi inson. U bolalar halol xizmat qiladi. Ular ham shunday yozdirib tashab kelamiz. Bizga o'sha kilogrammi to'ppa-to'g'ri chiqadigan qilib o'zlari dasturga qilib beradi. O'zlari tashab berishadi. Tashab berishadi. Keyin haligi bunaqa yemlari ham ortiqcha qimmat emas ularniki ham. Yo'lida, arzon. Shunaqa qilib tayyorlataman men o'zim. O'zim spiska qilib beraman. Shunaqa har xil yemlarda buni ichida 5-6 xil yem bor. Misoldan bug'doyda un qilingani ham bor. Mosh bor dedingiz. Mosh bor, lo'ya bor. Mandaqa o'sha haligi yong'oq bor. Yong'oq. Har xil o'zlari uyda bor. Shunaqadan tayyorlab bergan. Inshaalloh o'shani videosida Doniyorjon akamiz o'zlaridan ham bilib berishga harakat qilamiz nasib bo'lsa. Doniyorbek aytdi. Shundan biz ko'p bermaymiz. Mana shu idishimizda mana shu hozir beyda yangi olingan qo'ylar 2 millionlik. 2 millionlik hozir mana shu beyda 14 ta qo'yimizga beriladi mana shu. Bo'ldi, hozir jami beyda nechta qo'y bor hozir? Yemni 1 minut chashmaydi bermay turak. Beyda hammasi kilitga qo'ralangiz ham tuzilishini ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana kiletkada 4 tadan, mana 4 ta kiletkamiz bor. 4 tadan 16 ta. 16 ta, ha? 4 ta, mana 8 ta bo'lsa 16 ta. 16 ta bor. Shu 16 taga mana uni beriladi hozir 16 taga. Mana ertalab shuncha tayyorlaganmiz. Kechga mana idishda mana shuncha beramiz 2 ta. Hozir men sizlarga buni narxini ham qanchadan tushganini aytib beraman. Mana shu 2 ta bo'ladi. Hozir mana shu yerda 16 ta qo'chqardi. Bir kunlik ertalabki yem shuncha bo'lgan, hozirgi kechqurunligi ham shuncha bo'ladi. Chunki bular bir xil berilar ekan-da, ertaman kechqurun. Bular toza hashak yegan, mana hammasini hozir qonni to'q. Och qoringa yemni ko'p bermaslik kerak. Yemni ko'p bersa, rasxod ko'payib ketadi. Qo'yda o'zgarish hozir bir xil bo'ladi, lekin rasxod ko'p bo'ladi. Rasxodni azaytirish maqsadida biz mana hashaklarni olganmiz, buni yer yong'oq bilan mosh bilan unda qirib qo'yganmiz, mana toza hashak. Toza hashak, yer yong'oq bilan mosh palakni olib qo'ygan, ha? Aralashtirib qirib qo'yganmiz. Lekin hozir mosh palak bilan yer yong'oq paligini bosib qo'ysiz, ichkari u boshi bag'da ham bor ekan. 1,5 mingta bosganmiz. Buni arzonlik paytda olish kerak, haligi qo'yda qiladigan odam. Hozir biz 14 mingdan 16 minggacha olganmiz bitta pressda. Bitta pressda. Bu 1,5-2 oyda 25 ming 30 ming bo'lib qoladi. Ha, o yer yong'oq pressingiz salkam 1,5-2 oyda 35 ming 40 ming bo'ladi. Men yer yong'oq pressda hozir mana o'zingiz darvozaxonalar. Ha, darvozaxonamni ko'rdim. Hammasini aralashtirib bosganmiz. 18 mingni oldim yer yong'oqni. Moshni 14 mingdan 16 minggacha oldim. Demak, birinchi qo'y boqishda e'tibor beradigan narsamiz yem hashakni arzonlik, nima joyini topib olishimiz kerak ekan-da. Hamma narsani arzonni, yemni ham oldin zakatovka qilib olinadi-da. Ha, yemni ham. Qo'yda uyga tashab qo'yib, yemni qimmatini olib kelib bersa, foyda qilmaydi unda. Ha, foyda qilish nimasi kam bo'ladi-da, to'g'rimi? Endi bu 16 taga bo'lsa, mana idishlarimiz, o nariga 2 ta katta quramiz bor. Bular 13 tadan. O'pish hozir beyda nechta qo'y boquvda? Hozir beyda 42 ta bor. 42 ta. Jami soni akalar 42 ta. Hop, 16 tasi beyda. Hop, o'shanda u yoqda qoladi 26 ta qoladi-da. 26. Bittasi har bitta tog'orada ikkitadan haligi nima desa bo'ladi? Qo'shilgan omuqda yemimiz. Har bittasida. Necha kilodan to'g'ri keladi-da shu makka bilan haligi nima keladi? Hozirgi beyda bug'doy bilan makka 2 bo'lib beyda 3 kilo chiqadi bug'doy. 3 kilo. Pishirilgan holatda, ha? Pishirilgan. Mana u ham 3 kilo chiqadi. 3 kilo, ha? 3 kilodan demak 9 kilo 6 kilo ertalab yeyapti, 16 ta qo'chqar 6 kilo kechqurun yeyapti.
6 kilo ertalab, 6 kilo kechqurun. 10 Bularni ostasi. hozir men buni hozir hisoblab kalkulyatorga tushib men hisoblaganman. Bularni birinchi boqishdan oldin bu qo'ylar 3,5 ming kuniga bir kunlik rasxoti har bitta qo'yga 3,5 mingdan yeydi. Bitta qo'y bir kuniga 3,5 ming. Men 3,5 mingga boqaman. Ba'zi birlar 7 ming, 8 ming, 10 minggacha boqadi. Sababi ular hamma narsani qimmat olib qo'ygan. Yemni arzonlik jihatiga o'ta katta e'tibor berish kerak ekan, demak. Yemda ayniqsa hashakni. Men hozir 1,5 mingta press bosgan bo'lsam, 1 yillik zakat o'tgan. Mana shu yerda 50 taga chiqadi. Hozir bu yil niyatim bor, xudo xolisa mana hashak turgan joyda ham bularni tomga olib 80 taga chiqarmoqchiman qo'ydi. Xudo xolisa. 80 taga. 80 taga xudo xolisa. Inshaalloh. Daromad yaxshi. O'tgan yil ham yaxshi daromad qilganman. Bu yerda baqib o'shanga deylarni ko'paytiryapmiz. Menlarni ham mana hashaklarni uni ham qo'y bo'ladi. Buni mollarni uni ham qo'y bo'ladi. Mollar bir tomonga suriladi. Ammo molingizga ham ko'z tegmasin. Juda ishqiboz bo'ladigan mol ekan. Haqiqiy parodali mol ekanda. Qo'rg'onliklar biladi. Bu Ibrohim aka degan inson bor. O'shadan zot olib nima qilganmiz? Bular bu zot katta zot, 20 litr sut beradi hozir. Tug'ada 40 chiqmay qochadi har yili. Mana 7-siga hozir bo'g'oz, mana shu mol. 7-siga. 7-siga bo'g'oz. Bozorda bunday mollar 15 million bo'ladigan bo'lsa, bu mollar 20 million bo'ladi. 5 million. 5 million farqi. Bozordagi oddiy moldan 5 million farqi bor. Ammo tug'gan bolasi sirazi o'zi 500 dollarni xunojim bo'lsa dedingiz-ku. Mana shu qo'shnilarim tuqqan kuni yo'q so'ragan 500 dollar. Mana shu xunojim. Tug'ilgan kuni. Jonim zamonimiz. Endi hozir 6 oylik bo'ldi. Buni sigir qilmoqchiman. O'zingizga zot qilib, ha? Sotuvga qo'ysam, mol qurishlar 16 million so'radi. Bitta boquvchi 19,5 million so'radi. Endi men balandroq mo'ljallavdim. Shunga sotdim kelmay nima qildim? Chunki hozirgacha yo'q, ko'p. Hozir 6 oy bo'lgan bo'lsa, tuqqaniga hozir o'zi 4 oylik bo'lgan. 40 chiqmay qochadi mol. 40 chiqmay qochadi. Ammo shu jihati o'ta zo'r ekan. Nimagaki? Bunaqa mollar men ko'p sigirni orqasidan harakat qilganman, hech yilda bola bermaydi. Bular yilda bola beradi. Mana shu tepa qo'rg'onda molga ishqiboz odam bo'lsa, hammasi biladi. Chunki bu mollar tug'adi 40 chiqmay qochadi. Bu safar 7-siga men 2 marta o'tkazib berdim. 2 marta damasin deb, o'zi talab bo'ladi, qo'ymadi. Organizm ham charchaydi lekin dedi. Dam oldi. Jonivorga rahmim kelib 2 marta o'tkazib berdim. Hozir bu molingiz bo'g'azmi? Masalan, hozir qiziqqanlar bo'lib qolsa, men hozir sotmadim dedingiz va masalan qiziqqanlar bo'lsa, o'sha 20 millionga ko'taradigan inson bo'lsa, 20 million emas, 23 million deganman. Masalan, o'sha aytgan narxingizga ko'nib qoladigan bo'lsa, oladigan o'zimga ishqibozi bo'lsa sotilaveradimi? Bo'ldi. Telefon nomerlaringizni o'sha video ostiga ham xudo xolasa qo'yib qo'yamiz. Endi hozir qo'yda aytdim, mana shu qo'ylar uka 3 mingdan 3,5 minggacha aytdi. Eng balandi endi hashaq ba'zi bir kun ko'proq beriladi. O'sha o'tirib qo'ysa, uni tortiladi sal. Me'yor bo'ladi-yu. Me'yor. Qo'yga e'tibor birinchi ozodalikda. Birinchi ozoda pokizalikda, ya. Pokiza turish kerak. Endi oddiy joy bo'lgan bilan, devor suvoq bo'lgan bilan, lekin supurib, islarini olib chiroyli saqlash kerak. Chunki bu jannatdan chiqqanda buni boqqan odam kam bo'lmaydi. O'z dinimizda ham pokizalik birinchi o'rinda deydi-yu. Pokizalik yaxshi. O'tgan yili 30 tadan 3 partiya boqqanman. Mana jiyanlarimiz biladi. 3 partiyasida men yeb ichganni hammani chiqarib nima qilaman? 95 million o'tgan yilga daromad qilganman. 2022 yilga 30 tadan 3 partiya boqib. 2022-yilda 3 partiya. 3 partiya boqdim, ha. Bir partiya 2 oy boqib kuni isib ketdi, sotib yubordim. 2 partiya 5 oydan boqdim. 4,5 oy 5 oydan boqdim. 95 million toza daromad qilgan o'tgan yil. Bu yil xudo xolasa hozir 50 ta bo'lib qoladi, bir tekta so'rab kelganlarga sotiladi. Hozirgi ayni turgani beyda 47 ta bo'lsa, mana yerda bitta bor, 43 ta hozir bor. Masalan, endi hozir ya'ni masalan aytish kommentariyalarga yozishadi-da, ko'p juda yo'q, men bilaman. Nimaga 4,5 oy, ayniqsa 5 oy, hali qo'ylar masalan yoshda bular qo'ziga qo'zi, eshakka yormagan, yorish darajasiga bormagan-da hali. Ha, oldi mana shu eshakka chiqqan. Oldi eshakka. Hammasi qo'zi. Mana ular hali tishini yormagan ham. Yormagan. Hech qaysi yormagan. Yormagan. Mana quruq ekan.
Hammasi buni olganimga 1 oy 40 kun bo'ldi, oldin olganimga. Buni olinganiga 1 oy 40 kun bo'ldi, a? Yo'q, 1 oy 30 kun, oxirini olganimga, oldin olganimga 40 kun bo'ldi mana shu qo'ylarni. 40 kun bo'ldi. Qo'ylar boshqa edi. Keyin uka eng birinchisi hozir nima o'zimiz ham ko'p kasalga uchraymiz, bolalarimiz ham masalan, insonlar tez. Bu qo'ylar ham shunaqa. Eng birinchisi buni olib tashagandan keyin buni bir kurs lichina qilinadi. Bir kurs to'liq lichina bo'ladi. Har bitta qo'yga evermak degan ukol bor, bitgana ichki tashqi kasalliklarga deyilgan. Ichki tashqi parazitlar. 2 grammdan qilinadi. Keyin hozir jigar qurt ko'p tushadi qo'ylarga. Talada yurgan. Ammo rosa ko'p ekan, shu narsa hozir kasallik. Uni bolalar, odamlar e'tibor bermaydi unga. Обязательно qilish kerak. Hozir ko'p unaqa kasallik. O'zingiz aytyapsiz. Juda ko'p-da shu. Обязательно har bitta qo'yga 7 grammdan yozganini olib kelgan bo'lsam, men bularga 3 grammdan qo'shib 10 gramm sal dozasini kuchaytirib qilaman. Chunki bularda hozirgi qo'ylarda ko'p jigar qurt kasallik kuchli. Shunda yengiydi. Keyin vitamini endi sog'lom yuradi. Vitamin qilamiz. Bo'ldi, bir kurs lichina qilgandan keyin qo'ylar sraz o'zi o'zgarishni boshlaydi. Sog'lom bo'lgandan keyin yaxshi o'zgaradi-yu yeganini. To'ppa-to'g'ri. Ishtahalar ham ochilib, sog'lom insonda ham ishtaha juda kanday bo'ladi-yu, shunaqa darajada bo'lib, Xudo xolasa ko'z tegmasin. O'sha ertalab o'sha bomdoddan keyin Xudodan astayli so'rab tahoratni o'taman. Bomdod o'qib bo'lgandan keyin. To'y bo'lsa to'yga borib kelaman, ishiga o'taman. Shunda qaragan bo'yimizcha soat 9:30-10 ga to'xtatamiz, hammasini qarab. Qarab olib to'xtatamiz. Shu bilan soat 3 gacha qo'ylar yotadi. Soat 3 gacha qo'ylar yotaveradi, ha? Soat 10 dan 3 gacha turmaydi, şeyda yotadi hammasi. 3 da qarashni boshlaymiz. Hozir shomgacha. Odamlar soat 11 da yemini beradi. U xato. Xato. Ha, to'g'ri. O'ta chukkillab ketsa, qo'y o'zini o'zi yeb qo'yadi. O'ta chukkillatmaslik kerak. Qo'yda vaqti bo'ldimi berish kerak. Shu bilan hozir shomda ashi yemni beramiz, o'sha qonni to'q qo'yiladi. Men hashakka qonnini to'yg'izmayman, chunki hashagim toza, ayamasdan yeydi qo'ylar. Birinchi ertaman turib nahorga yem berilmaydi demak, birinchi hashagini berilib oladi. Ertalab, ha? 6:10 da hozir bugun 20 da deyildi. 6:20 da bomdodni o'qib olamiz, ha? Bomdodni o'qigandan keyin o'tlarda bitta hashak solinadi. Bitta hashak solinadi. Bitta hashak solib, choy poyda ichib o'tib, yana bitta solinadi. 2 marta hashak. Oradan 1 soat o'tguncha beydog'i ishlarni qilib turamiz. Shu bilan 1 soatdan keyin uje qo'ylar oshqozondagi mana bu hashaklarni sekin hazm qilishga o'tadi. Orqasidan hozir yemni berib qo'yamiz. Yemni beriladi, sirasi. Beriladi. Yem oshqozonda ko'p atrobotka deydi-yu. Saqla. Aylansa o'ziga oladi qo'y. O'ziga oladi. Qo'y keyin sog'lom bo'lish kerak. Oldin lichinasini qilish kerak. Bir qur tekis birinchi akalar yemga tashlashdan oldin, demak, bir qur lichinasiga qo'ydi o'zingizda uyingizga hamma narsani ham uyga borgandan keyin mana masalan mashina olsangiz ham o'zingizga moslashtirib olasiz. O'shanday qo'ydi ham bir qator lichinalarini tekis holatda ichki tashqi parazitlariga, kasal-kusalliklariga, masalan shamollashiga, nimasiga bo'lsa, ukol dorisini lichinasini qildirasiz. Hop, tog'a, bularda hozir qaysi zotdan mashlar? Bular qirg'iz hammasi. Hammasi qirg'iz paroda. Qirg'iz olib bergan, jellardan olgan. Mana qirg'iz olib bergan. O aqda o'zimizda men aholiga olganlarimiz bor, kletkalarda. U tomonda bular hammasi qirg'iz. Haligi maslahatingiz birinchi video olishdan oldin bir maslahat berdingiz-ku menga. Birinchi inson bozorga kirgandan keyin shoshilmaslik kerak dedingiz va men kecha guvohi bo'ldim o'zim. Qo'ydi qassoblar so'rayapti. Endi har kim har xil, endi 1.100.000 so'rayapti. U qo'y 18 kilolik qo'y kamida. Kilosi 20 kilo berishi mumkin, 20 kilo. Prosta suzish sal yangrab qolibdi. Men 1.300.000 ga oldim. 1.100.000 dan o'tmayapti turgan ekan. 200 deganni hali qildim, 300 ga oldim. Yaxshi qo'y. Sog'ayib ketsa, sog'ayib ketsa, sog'aymasa so'yimiz. Yaxshi holat lekin. Endi bozorga kirgandan keyin eng birinchisi shoshmay olish kerak-da. Men ko'rdim, qo'lma-qo'l bo'lib bitta qo'yda 300.000, 400.000 farq qilyapti. O'sha yerda o'zida bitta dekkon olib kirib sotadi. Qo'y purushlardan o'tib dekkonga yetib kelguncha 300.000, 400.000, 500.000 gacha farq. Unda foyda qilmaydi qo'y. Olib kirib semirtirib sotsa ham 300.000, 400.000, 500.000 farq qilyapti. Unda foyda qilmaydi qo'y. To'g'ri. Hamma qo'yda
o'sha yerda olishni bilish kerak. Bir Shoshmay sotish kerak. Bozorda ko'rish kerak. Ko'chada sotib bermaslik kerak. ha, bozorda ichiga kirish kerak demak. Bozorga kirib, bozorda ichini ko'rish kerak. 1 soat, 2 soat turish kerak. Yo'qsa qo'yga yaxshi ahli yetadigan bo'lsa, bozorga aylanib chiqib turish kerak, ko'rib turish kerak. Ha, meni mana qo'yimda mana narxga oladi degan kallasida fikr bo'lish kerak. Demak, bozorga kirgandan keyin ham bir qo'r narx-navoni aylanib, bozorda ko'rib olaverish kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Shunda holat akalar yaxshi bo'ladi. Demakki, shashilib turib, masalan, ko'chaga sirazi olib kelib, qo'lingizni bir kishi ushlasa, o'ylab sotib oladi yoki boshqa holatda emas, kutish kerak, sabrni ham bilish kerak. Hamma narsa sabrdan deymiz-ku. Lekin qo'ylaringiz xudo xolasa zo'r ekan, ko'z tegmasin. Hammasini dumbasi ham tik ekan-da. E'tibor birinchi narsa, e'tibor bergan narsam dumbasini ham. Endi semirsa chiqadi, yana ham chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Hammasi yaxshi o'zgardi. Endi bitta ikkita aqa-baqa bo'lib turadi. Azini ko'proq lichina qilamiz. Sal shamollaganlari bo'ladi, Qirg'izdan o'tganlar. O'shani shamollashga qarshi o'zimizda ahlimiz yetmay qolsa, mayda ikkita doktor akalarimiz bor, o'shalardan maslahatini olib turib, o'shani lekin lichinasini biz o'zimiz qilamiz. O'zingiz shaxsan o'zingiz qilaverasiz. O'zim qilaman. Hamma ukollarni ham o'zim qilaman. Chunki bas ishchi bu bitta doktor olib kelib 50 ta qo'ydi 300 mingga, 350 mingga lichina qiladigan bo'lsa, men o'shani 100 ming yetkazmay lichina qilaman. Masalan, o'zingiz aytdingiz, har bitta tochkasini qilgan rasxod, masalan, mashinada bozordan olib kelsam, qilgan rasxodimgacha hisoblayman dedingiz-da. Demak, hamma narsa sizda tochni yuradi-da. Masalan, kuniga bir kunda qanchadan yem-hashak hammasi общий bitta qo'yga qanchadan to'g'ri keladi? 3,5 minggacha boradi bular. 3,5 minggacha. 3,5 ming. Uzog'i necha oy boqaman dedingiz? Lekin bunga 5 oygacha boqaman. 5-6 uzog'i. Uzog'i 5 oyda. Ba'zi birlar men lichina qilib hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'ygandan keyin bunga ham ishqibozlar bo'ladi. Qo'yda qilib yurgan odamlar buni oladi ham. Chunki sog'lom qilib men tayyor qilib qo'yganman. Tayyor. Qo'yda bersa sotamiz. Bo'lmasa o'sha 5-6 oy baqib bozorga olib chiqamiz. Yo'qsa shaydan olib ketadi o'zlari. Ko'proq men shaydan sotaman. Bozorga kam olib chiqib sotaman. Uydan ko'p ketaveradi. Ha, ketaveradi. Masalan, mana shularda hozir qiziqqanlar bo'lsa, masalan, sotaverasizmi? Masalan, sizdan sirazi sizdan keyin yem tayyorda, hozir bu holat tayyor. Yana yemni olib borib, dashib berib ketsangiz, ha, men o'rgatib qo'ysam, o'sha haligi bo'yicha shunda yemni berib boqaveradi hammasini. O'sha dabovishni qilib olib ketishaveradi-da. O'shanga aytmoqchiman, agar mabodo qiziqqanlar bo'lsa, endi siz lekin masalan akalar, bu foydali video, masalan kimgadir foydamiz tegsin, maqsad foyda tegish. Maqsad shu. Endi tog'amiz masalan tayyor narsada akalar yem berish sirini ham sirazi o'rgatadilar. Qo'ylardan ham masalan sog'lom lichinalar qilingan tayyor holatda olib borib yem berish sirini ham o'rgatib beradilar. Siz aytgan shu olib borib, shuni borib boqsangiz bo'ldi. Tamam. Shuni tayyor narsada o'shanga aytyapman, mabodo sotsangiz, qiziqqanlar bo'lsa, telefonda o'zingizdan narxini kelishaverasiz. U narx aytib ketmaylik. Narxni o'zingiz, masalan, akamizga yoqsa o'zlari olaveradilar, siz yoqsa sizga sotaverasiz narxini. Endi birinchi o'rinda qo'yni boqishdan oldin hashak olishimiz kerak. Hashakni arzon joyidan topib olishimiz kerak. Yemda, hashakda dedingiz va endi qo'yni o'zini olishdan nimaga e'tibor berish kerak? Masalan, bozordan qo'y olmoqchisi 2 tish olsam ma'qulmi, yemlagani yo qo'zimi? Ko'pchilik mendan olib yemlaydi, 1 yil yemlaydi. Shunaqalar ham bor. Chunki men sog'lom qilib, lichinasini qilib tayyor qilib qo'yganman, shuni yemlasa bo'ldi. Ha. Misolda 3,5 million, 4 milliondan olib yemlaydiganlar bor-da. Biz yoshroq endi qo'zidan eski qo'zi deyiladi-ku. Eski bet, ha. Bular eski qo'zi deyiladi. O'sha eski qo'zi hammasi qo'zi tishini yormagan. Birerdasi chiqadi. Yo'q. Bularning ichida bitta ham yo'q. Hammasi o'sha tishi mayda turgan. Janivorlar. Dumbalari ham juda zo'r. Ana, o'no tishini ko'ringda uni. Bizga qarab. Jonivor. Ha, qo'zi hali u. Hammasi shunaqa. Bular endi sog'lom qilib, yaxshi toza hashaklarni berib, nima qilganman, o'shanga yaxshi o'zgarib o'sib-da, jiyanlarimiz ham qo'y turishi u. Ular ham ko'rib, haqiqatan siz yaxshi boqasiz deb o'zini bergan qo'yini ham 2 hafta, 3 haftada tanimay qoladi. Yo'q, haqiqatan mehr eng asosiysi akalar, hayvonga mehr bilan tashlansangiz ketaveradi-da. Tog'am o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsa, masalan, bayda Adam tog'amni ham taniysiz-a? Adam tog'ani ham birinchi chiqarganimizda haqiqatan birinchi o'rinda mehr degandilar. Inshaalloh o'zi tepa qo'lgan xalqi juda qo'yiga haqiqiy mehr bilan boqasizlar. Bunga ishqibozchilik bo'lish kerak. Men hozir
31 yildan buni qo'yib boqaman-da. 5 ta 10 ta boqardik, ko'paytirib, bundan 5-6 yil oldin 20 ta 30 ta boqadan bo'lib qoldik. Hozir endi 2 yildan beri 50 ta boqardim. Endi hozir yashi o'tgan sari ko'chani ko'pam, gangiga aylangiz kelmay qolgan odam endi hozir o'sha yillarda hozir 70 ta 80 ta qo'y aylanadigan qilib joyiga harakat qilib turibman. 80 ta 70 taga moslashgan. Mash partiyadan kelgan ona hasharlar yengillasa qolgan tomga olib yil qismini 70 ta keyingi partiyaga 70 taga chiqadi xudo xolasa. Bo'ldi. Hozir qo'rangizda kengligi masalan mana shu 13 ta deyapmiz-a? Hop, buni qo'ra 6 ga 4. 6 metr uzunligi akalar, 4 metr eni. O'xirda yerdan balandligi qancha? Mana taxta o'xir ekan mana. O'xirni mana bu tagini ko'ryapsizmi? Menda devor qilib beton quyib qo'yganman. Go'ng baqa chiqib ketmasligi uchun. Birinchi kelganda unday pastga tushadi. Bu o'xir mana buncha pastga tushadi. Mana semingacha tushaveradi. Keyin tagi ko'tarilgan sari qo'ylar ham o'sadi ham o'xirni mana ko'tarib qo'yganman. Yana o'ssa, yana buni taxtani tepaga surttirib, yana o'xirni bunday ikkita mix bilan bo'ladi. Bunday ko'tarib qo'yilaveradi. 5 sm qo'shib qo'yilaveradi. Bu tomonda mana mixlab qo'yilgan ekan. Sirazi. Shunday hal qo'y katta bo'lsa, masalan, uzoqroq muddat boqqingiz kelib qolsa, o'xir ko'tariladi, qo'y ham o'sadi. Sholat ketaveradi. Keyin tagi ham ko'tariladi-da, go'ngi bor. Ishda olib bo'lmaydi. Lekin qo'ydi akalar, qo'ydi turgan bitgani foyda deymiz va qiyiq, qishloq sharoitida, masalan, qayda bo'lsa ham, masalan, qishloq sharoitida ko'p joylarga gaz yetib bormagan. Mana. Aplika pechga hozirgi kunda moslangan, aplika pechga moslangan, shu tagiga solib yonib ketaveradi. Silos ham bosibsiz bilgan? Silos ham, 3 mashina silos boqib chiqamiz. Keyin bitta zo'r haligi bor. Men hozir 7-8 yil bo'ldi. Silos beraman. Yozgi qo'ylarga beriladi silos. Yozda berilaveradi. Hozir tagini uyutib beradi. Buni hozir yemaydi, buni hashaklar ham yer yong'oqpaya bilan moshpaya kuchlikda. Ko'p suv ichadi. Keyin eng asosiysi suvni hozir qo'yiladi, yemni yeb bo'lgandan keyin, ichib olgandan keyin sirazi olib qo'yiladi. Sira suv qishiga bo'lmaydi. Uni olib qo'yiladi, ertalab ham o'sha yemini yeb, ichib bo'lgandan keyin suvni qo'yib qo'yiladi, ichib olgandan keyin sirazi olib qo'yiladi. Tagini sira bilchitib beradi-da, to'g'ri, ha? Keyin silosni qishiga berib bo'lmaydi. Men 7-8 yildan beri beraman silos. Mana bu silosni ko'mib qo'yganmiz. Mollar yeb turibdi hozir, lekin bu yerda encha silos bor. Erta bahordan olingan qo'ylarga ko'p berib bo'lmaydi. Bir siqim bitta mana shu qo'ylarga, mana shu 2,5 million, 3 millionlik qo'ylarga bir siqim shunday tashlanadi. Uni yeb olgandan keyin orqasidan quruq hashar solinadi. Oldin silosni beriladi. Oldin silos berib olib, keyin orqasidan quruq hashar berilaveradi. Sal hazmi tezlaydi u. Silos hazmi tezroq. Yo'qsa qo'ylarimiz ham och qolib ketmasin, yemini tashlab qo'yaylik. Yem vaqti o'tib ketgan soati. Biz gapirishganimizga bular biroz saqlab haliga tutib. Jonivorlar ko'z tegmasin. Kichkina kilet qo'ralar ham bo'ladi akalar, mana shunday. Mana buni o'llashtirib olinadi mana bu. Buni mana Makka tagida makkasi bordi mana. Bug'doy bilan makkani qaynaganda uni bunday qo'shgandan keyin changi maydon bo'lib qoladi. Murunga kirib qo'ylarda yutaltirib beradi. Agar o'shanda o'zicha berib qo'ysa mana changi maydon bo'lib qoladi. Ko'rdingizmi? Haqiqatan bu ham changimadi. Mana endi umuman changimaydi. Mana ko'rdingizmi tayyor. Endi mana bu o'lchovim bor. Mening bitta qo'yda bitta qo'rada 4 tadan qo'y bor. Har bitta qo'rada akalar 4 tadan qo'y moslangan mana. Vay jonivorlar. 1 minut urinlar, ha. Endi buni menga yengilroq beramiz. Bular sal bularga qaraganda kichikroq. Har bitta qo'yda kelgan vaqtiga qarab ham yem beriladi birinchi? Kelgan vaqti qanaqa? Masalan, birinchi kelganda yo sirazi yemni ko'p berib bo'lmaydi deydi-ku ko'pchilik. Sekin o'rgatiladi. Sekin o'rgatiladi. O'zi hozir endi boshlanganda bular yengilroq. O'zi mana shu bitta idishingiz gideta 2 kilo chiqadimi yo 1,5 kilo chiqadi? 1,5 kilo bag'i chiqadi, ha? 1,5 kilo. Haqiqiy changi maydon holatiga keldi. Yemda ham bor u. Yemda ham har xil narsalar bor u. Odam yeydigan narsalar bor-da buning ichida.
Moshloya deganda. Moshnoya. Приятный hid qoladi. Yem bo'lsa ham, qo'ydi yem bo'lsa ham. Приятный hid qoladi. O'g'lim bitta ham changimayapti aka. Haqiqat aytganingizda juda shidali yo'q qolar ekan. Buni haligi haqiqiy qo'ydi ishqibozi bo'lsa, jey qilib baqadigan odam bo'lsa, sekin murojaat qilsa, uni yo'l yorug'ini o'rganib, savob uchun bizga pul bermaydi, pul kerak emas. Pul kerak emas. Bizga o'rgatib Savob uchun, ha? Qo'y boqaman desa, bu jannatdan chiqqan. Xudo xolasa Buni kimga boqqan odam kam bo'lmaydi. kimgadir savob tegib qolsa, akalar, faqat savob bo'lmaydi. Jonivorlar. Voy. Ha jonivorlar. Qara, qitir Makka boshlandi o'zi. Qara. Akalar, tayyor xonasi. Yemga tayyor, qarang, yemlab tayyor qilib qo'yganlar. Olaman degan akalarimiz uchun, qiziqqan aka-ukalarimiz uchun. Bu sotiladi, majburlamaymiz. Lekin qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, sotaveradilar. Mana chunki nimagaki boshida sotmayman deydilar. Sardorbek sotilmaydi bular deydilar. Yo'q, tog'a, agar mobodo mana shunaqa yemga tayyor yeridan ham qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, iltimos mashina agar bo'lsa, mana Beyda normal yem bor-da. Keyin bitta haligi ko'p yegizib qo'ydaqa masliqni. Bunaqasi bitta narsani aytib o'taymi? Men hozir shunda yarim berdim, 13 ta qo'chqor bor mashida. Yem yarim bergan bo'lsam, ba'zi bir odamlar mana shu 13 ta qo'yga mashinada choch beradi. to'la beradi. Unda rasut ko'payib ketadi birinchidan. Keyin yemay chiqarib ham beradi qo'ylar. Kuchayib ketadi. Hazm qilolmay qoladi. Lekin o'sha haligi katta 5 millionlik, 6 millionlik qo'ylar bo'lsa, shuncha bersa bo'ladi. Lekin ba'zi bir odamlar 5 millionlik, 6 millionlikqa o'to'g'ri, lekin shuncha berish. Mana qo'ylarga bular hali yosh. Endi o'zgaryapti. Bularga ham vaqt kelib shuncha bersa bo'ladi. Lekin hozir berib bo'lmaydi bularga. Bo'kib qolishi mumkin, keyin chiqarib berishi mumkin. Ortiqcha rasxod keragi yo'q-da uni. Uni keragi yo'q. Mana hozir bir olgan bo'lsam, bu qo'ylar ham o'syapti, ham semiryapti. Masalan, mashlarda birinchi olinganda, masalan, endi bu sir asli so'rab bo'lmaydi, lekin olinganda masalan qanchadan qanchagacha olingan, tashlangan? Mas 1 million 600 mingdan 2 milliongacha olingan. 1 million 600 mingdan 2 milliongacha olingan. Hozir bozor ko'tarilib ham ketdi, lekin buni to'g'risini aytyapman. Qo'y tortildi hozir. Tekis qo'y tortildi. Ketdi. Keyin bularni melichina qilib ancha o'zgartirib berdi. Bular ham o'sdi, ham semirdi olganimdan. 1,5 oy ichida ancha o'zgarib ketadi qo'y. Qo'y o'zgarishga kelib qolsa tarafi yo'q. Masalan, o'rtacha bitta qo'y necha kilodan qo'shish mumkin? Bitta qo'y, masalan, maksimalni, masalan, ko'p boqaman desangiz, masalan, katta qo'y boqmasangiz, qo'zi boqqan ekansiz. Shu maksimalni hech unaqa taroziga qo'y beradigan qo'y boqmaganman-da. Qo'y boqmayman. Men qo'zi, faqat qo'zi. Qo'zi boqaman, o'sha eski bet qo'zi dedingiz. Ilgari boqqanmiz, ikkita, uchta boqilganda, uni qiziqilmagan, uni qolishga. Endi qancha qo'shishini bilmadim lekin. Xudo xolasa, mana. Lekin daromad yaxshi. Bunaqa boqadigan odam bo'lsa, joylari bo'lsa, sharoit qilib olinsa, men o'zim qarayman, hozir mana shu yerda 43 ta qo'y bu, ikkita mol bo'lsa, bitta o'zingiz 80 ta qo'y bo'lsa, hozir 80 ta qo'ysam, o'zim qilaveraman, o'zim. O'zingiz eplayverasiz? O'zim eplayveraman, u ish emas. Eng asosiysi sharoit zo'r bo'lish kerak. Suv ishida chiqadi. Tayya. Hashak shida qirqiladi. Ashalar shunday bosib qo'yilgan. Bu qiyinchiligi yo'q. Tagini tozalamaysiz molga o'xshab. Kuniga обязательно azamda nevalar, bolalar o'tib yordam berib qoladi. Asosan ozoda tutish kerak. Hamma yo'q. Haligi hashakni bularga muncha qilib uzun pressda shunday tashab bo'lmaydi. Unda qo'ydaqamaydi qo'y. Unda birinchidan qo'y qiynaladi uni yeyish uchun. Ikkinchidan uni yarmini отходga chiqarib tashlaydi. Eng qizig'ini aytaymi uka? Mana shu yerga 1500 ta 3 mashina, bunaqa bo'lsa 10 mashinadan oshiq, bu yerda 12 mashina, 13 mashina hashak bor. 12 mashina, 13 mashina. Silos hammasi bo'libdi. 13 mashina hashak bo'lsa uka,
13 mashina hashaqdan bu xonadondan bir qop nusuk chiqib ketmaydi. Hammasini yeydi. Qo'ylar ham haqiqiy o'rgatilgan ekan. Ko'pchilik akalarimizni qiynayotgan muammo akalar hashakdan atxut chiqib ketib, juda ko'payib ketyapti degan narsalar juda ko'p-da. Makka payani qurug'ini bersa, birinchidan atxutga chiqarib yuboradi, uni yemaydi. Ikkinchidan u ziyon. Ha, Makka payani qurug'ini o'tinda berish noto'g'ri. noto'g'ri. Faqat toza hashak berish kerak bularga. Beda bo'lsa, beda qimmat tushib ketadi. Bedani zo'r yeydi. Unda foyda qilmaydi. Ha, foyda qilish qiyin. Beda qimmat hashak. Demak, arzon hashak hozirgi kunda eng qulay akalar, hozirgi kunda tog'amiz o'zlarini sinovdan o'tayotgan ko'p yillik tajriba. U hali boshida ham aytdingiz, yer yong'oqni birinchi dedingiz-ku. Xudo xolasa yer yong'oq palak bilan mosh palakni bilan qo'shib bersa ma'qul bo'lar ekan-da, xudo xolasa. Jonivorlar, qarang akalar urushini. Ko'rib ko'z quvnaydigan darajada. Havas qilganlar akalar bittadan like bosib, shunday qo'chqor sog'liq ishqibozlariga boqaman deb yurgan havasmand akalarimizga bittadan padlik sax tarqatib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mana o'zimizdagi eski Drabilkadan ekanda, mashindan bizni opatanigina ham, otanikida ham bor dedim. Ha, otani ham. Buni ham bitta sirini o'rgatib ketaymi? Mana ko'ryapsiz-a, qirqilgan-a? Mayda qirqilgan-a mana. Ha, mayin qirqilgan. Odamlardagi muncha-muncha o'tkazib beradi. Qarab turing. Mana gap kimda? Buni ligirovkasi bo'ladi buni. Ha. Buni jodichiga olib borib o'zi qilib olsa ham bo'ladi. Mana shu yerda tig'i bo'ladi, mana tig'. Ha. Mana shu ukang chaqiribdi. Mana shu yerda tig'iga tiyib o'tish kerak, mana chish. Ha. Ko'ryapsizmi? Kimdan shunaqa? O'ssa, ko'rdingizmi? Tiyib o'tyapti mana. No, ha, tiyib Tiyib o'tsa mana shayga. Tiyib o'tsa bitta qo'ymay qirqiydi. Yeydi bitta qo'ymay. Hagi mana tiyib o'tmasa meniki qirqmayapti deydi. To'g'ri, o'zimizda shu muammo chaynaveradi. Chaynaveradi. Chaynavarish ashundan. Ha, tiyib o'tsa demak, men o'zimga ham foydali haligi bo'ldi-da. Xudoning qudrati bilan o'zimizga ham foydali bo'ladi. Bitta qo'ymay mana qirqiydi. Mana shu kuniga kichikroq press bo'lsa, mana shu 43 ta qo'y 4 ta katta yaxshi presim chiqib qolsa 3 ta yeydi mana shu qo'ylar. 3 ta pres yedik, masalan. 43 ta qo'y. 43 ta qo'yga 3 ta pres yetadi. Yetadi. Qo'yadi shunga. Qo'yganda ham buni qonini ko'rsataymi? Buni qonini Endi hozir ichkaricha qo'yamiz, qorinini qarang, qorinda. Ikki tomonga bo'g'oz qo'yib o'sha tashaveribdi qorinlar. Shunaqa qilib to'yg'izsa keyin o'zi. Mana bular ham. Bular ham qorni shunaqa chiqib ketgan. Akalar. Qorin endi qorong'ilik qilib bo'ladi. Buning uchun uzr so'raymiz, kecha ham qolib ketdi, nimaga o'zi nima bo'lib yem berish payti ham san kecha ertanman necha marta kelamiz deb harakat qilib, hech yetib bo'lmay qoldi. Endi na rizq nasib bugun ekan. Xo'p, shu bilan bo'ldimi? Bo'ldi shu bilan, hashaqni beriladi, uni komboynlarni hammasini tushuntirib qo'ydim. Hammasi yaxshi. Hozir endi bular yeb bo'ldi. Bular yeb bo'lgandan keyin bular chanqagan, bularga suv tutiladi. Endi suv qo'yilsa bo'ldi. Suvni qo'yilsa, suvni ichib oladi, siraz olib qo'yiladi. Qishiga shunaqa qilinmasa, yoziga 3 marta suv tutiladi kunni issig'ida. Chunki chanqaydi. Ertalab yeb ichib bo'lgandan keyin suvariladi-da, abitda o'sha peshindan keyin yana bir qur suvni o'zini berib qo'yiladi. Chunki chanqaydi, tanada suv chiqib ketmasligi uchun yana suv tutiladi. Yozdi kuniga suv ko'p suv bersa bo'ladi. 2 marta hozir yeb bo'lgandan keyin bo'ldi. 2 marta. Ertanman 1 marta, kechqurun 1 marta. Akalar, masalan, bitta inson 10 gacha band olar ekan, suv shumidan soat 3 ta qarayman dedingizmi tog'a? 3 ta. Soat 3 ta. Hech qancha vaqt olmaydi-da. Hech qancha vaqt talab qilmas ekan. Ammo havas qildim, boqish sizning qo'rangiz ham juda pokiza turar ekan. Havas qilsa arziydiganligim desa bo'ladi. Ko'z tegmasin, havas qilsa akalar olinmas bo'ladi. 1000 ta qo'y boqish shart emas. 1000 ta qo'y boqib, akalar mana ko'pchilik aytadi 1000 ta emas akalar. 50 ta qo'ydan ham mashsiz aytgan. Faqat tezroq yetiltirib, tezroq sotish, hashak bilan yemdi. Arzon joyidan qo'ydi ham o'sha bozorga olib kirganda shoshilmasdan, chertib, tanlab, olib kelganda ham birinchi o'rinda licheynalariga, hop, keyin o'sha aytilgandek ichki tashqi parazitlariga, bir qator kasalliklarga davolab olib, keyin o'zimizga rejim qo'ysak, ertanman vaqt oldimi? Hammamiz baribir o'sha ertanmaton namozga turgandan keyin sirazi yemiga qarab soat 10 gacha bo'laman deyaptilar.
juda qiyin ish emas. Lekin endi hammani o'zining haligisiga havola. Kimgadir qiziq bo'lsa, qo'limizdan kelgancha tog'amizning o'zlaridan bor ma'lumotini berishga harakat qildik. Tog'a xirmonga baraka endi. Xirmoningizga Xudo xolasa Xudoyim baraka bersin. Havas qilsa haqiqiy arziydigan joyidan ekan akalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akalar, tog'amizning maslahatiga quloq soling. Sirasi mana suvni ham qo'yib berdi mana. Yemini ham mana akalar bitta haqiqatdan hali aytgan narsangiz mana shu o'g'riga yem soldik. Mana bittasi solinmagan, bittasi solingan. Mana shu yem o'g'riga yem solindi. Yemi bilan birga hali yer yong'oq palakda haligisi ham yeb qo'ydi. Qo'yilami? Yer yong'oqni emas mana. Mana o'g'riga solinmadi, mana o'g'riga yem solindi, tozalab qo'yibdi. Mana. Mana. Mana shu ikkita o'g'riga solindi, bunisiga solinmadi. Mana. Toppa toza yem solingani birga ichida at xoti bilan qo'shib urib Mashalloh. At xoti bilan misr chimay deganlari mana shu yerdan chiqdi mana. Birinchi kelganimizda haligi turuvdi mana shu holatda turuvdi. Mana shu holatda turuvdi cho'paylarni. Keyin shunday keldik. Yemni berdilar, shu tozalab ham qo'ydi. Buni kesak bunaqalar bular. Haligi mana qolganlari ham bor-ku. Ularni ham hozir suvda ichib olgandan keyin mana unda bu moshni poyasi bilan yer yong'oqni payasida bunda maza bo'ladi. Mana mash cho'paklarda, mashlarda. Ularni hozir yeb qo'yadi. Tozalab qo'yadi. Shuni ham tozalab qo'yadi. Bunda maza bor. Aytyapman. Mashida 12 mashina, 13 mashina hashak kirsa, beydan bir qop musur chiqmaydi. Hammasini yeydi bular. Ha, joningiz bo'lmasa, haqiqiy qo'lga ham o'rgatib qo'ysiz deydi-yu. Hop, qiziqqanlar bo'lsa akalar, mana shuni davom ettirib ketaman deb tog'amiz endi o'zim aloqa bo'laveraman, Sardorbek mayli, siz aytganingiz uchun mayli sotib ham beraveraman, shunday nima qilib o'zlari yemini davom ettirib ketaveradilar, ketishaveradi. Yemini, sirazi yemini deb berib, shu men tartibini o'rgatib qo'yaman, sirazi yem berib, men aytgan effektni xotirjam o'sha vaqtida qarab tursa bo'ldi, bu effektni olib ketishaveradilar. Endi qo'limizdan kelgancha akalar sizlarga ma'lumotini olib berishga harakat qildik. Hop, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'sha ishimizni birinchi boshlangan joy Tepaqo'rg'on qishlog'ida qo'ydi haqiqiy mehr bilan boqadigan o'sha qishloqqa ham yetib keldik. Abdurahmon tog'amizni qo'y fermalariga. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi ichga qorong'i chiqib qolgani, shom payti bo'lib qolgani uchun hop, sal qarong'i chiqyapti. Videolarim so'zlarda, video davomida xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz. Tog'amizning xirmonlariga baraka tilaymiz. Qiziqqanlar bo'lsa, mashalloh deb kommentariyaga yozib ketishni unutmang.